Agar xohlasangiz, hozircha boshqa lug'atlarni bir yoqqa qo'yib turib, faqat inson lug'atiga nazar tashlaylik va bu lug'atdagi bir so'z bo'lgan insonning chiroyidan iborat bir pochini inchikilib boqaylik. Her pochisi favqulodda bir planning natijasi bo'lgan boshni bir yonga qayirib qo'ysaqmi, ma'lum bir chiroyning o'rniga qo'yg'ili bo'ladigan sanoqsiz chiroylar va millionlagan ehtimolliklar mavjud. Bu cheksiz ehtimolliklar ichida butun aqllarni lol qiladigan bir shaklda har biriga eng munosib va eng go'zal bo'lganini tanlash tamoman imkonsiz. Qaraydigan bo'lsak, insonning chiroyi uchun ishlatilgan xom material to'limi oddiy ham odatdagicha. Faqat bir teri, bir jup ko'z va oz to'li tuklardan iborat. Shundoq bo'lishiga qaramay, 2 oylik bo'lgan bir buvoqning chiroyidagi shunchavala sopliq ham ma'sumlik ichida shundoq go'zal bir chiroyning yoritilganligini ko'rmagan bo'lsangiz, mushundoq bir ishni xayolingizga keltiralamdingiz. Bir inson uchun bir chiroy sizgandan keyin ikkinchisi uchun boshqa bir chiroy sizish hech bo'lmaganda yana shunchalik qiyin. Hammasida o'xshash materiallardan foydalanib, har biriga boshqa chiroy sizishda qiyin ish bo'lmasa kerak. Chunki bir oz ilgari sizgan barliq chiroylarni bir yoqqa cho'rib etib, har birini qayta sizmasa bo'lmaydi. Uning ustiga insonning chiroyi odatdagi bir portretga o'xshamaydi. Uningga o'rinlashtirilgan har bir organ qanchalik darajada cheksiz san'at talab qilgan bo'lsa, u organlarning funksiyalari mo shunchalik cheksiz bilim talab qiladi. Bu funksiyalarning hammini nazardan soqit qilgan taqdirdami, bu chiroyni tabassum, andisha, xushallik, qo'rqinch va qaqoqlab kulish degandek yuzlagan ma'nolarni ifodalaydigan holatga keltirish uni yaratganga o'xshash qiyin emasmi? Dengizni bir istakonga sig'dirish qanchalik qiyin bo'lsa, insonning ishki hissiyotini chiroyida ifodalamakmi shunchalik qiyindir. Bir haykaltarashning odatdagi bir haykalni o'lchamli shaklda o'yib chiqishi uchun ba'zida yil bo'yi ishlashiga to'g'ri keladi. Ammo har sekundda 4 inson va har kuni 350 ming inson nihoyatda osonlik yaratilib turadi. Uning ustiga ularning har biriga o'zgacha chiroy ato qilingan. Biz bir-biriga o'xshab ketadigan qo'sh kezaklarni yoki 3 kezaklarni ko'rganimizda hayron qolamiz. Endi sizlardan so'rab boqaylik. 2 chiroyni bir-biriga o'xshatish qiyinmi yoki milliardlagan insonning chiroyini bir-biriga o'xshatmay yaratish qiyinmi? Birinchisiga hayron qolgan yerda ikkinchisiga nemishqa hayron qolmaymiz. Bu chiroylarni bir-biridan farqli yaratquchi kim? Eng oddiy moddalardan bir san'at mo'jizasi yaratib, san'at orqali aqllarni lol qilgan bu san'atkor zoddy kim? Bu chiroylarni sanoqsiz ma'nolarni ifodalaydigan holatga keltirgani kim? Har kimga o'zgacha bir chiroy ato qilgani kim? U chiroydagi organlarga ashundoq ajoyib ishlarni qildirgani kim? Ko'zga ko'rishni, burunga purashni, tilga tetishni, quloqqa anglashni o'rgatgani kim? Bu kimlarning hammasining faqatli birli javobi bor. U bo'lsa-mu maxluqotlarga shakl ato qiluvchi yagona Allohdir.